Asqat Muxtor. Chinor. Tog' bag'ridagi o'sha bulut emas, chinor. Darvoqe, tog'ning o'zi ham, qishloq ham uning nomi bilan Chinor tog', Chinor qishloq deb ataladi. Bizning Ochil buva shu yerda tug'ilgan. Men gapni to'g'ri shu kishidan boshlamoqchi edim-u, lekin bu joylarda chinorsiz hech narsani tushuntirib bo'lmaydi. Hatto Guzar, undagi katta gavjum choyxona haqida gap ketganda ham chinorda chaqchaqlashib keldik. Chinorga borib bir osh qilaylik deyishadi. Butun qishloq shu chinorning soyasiga joylashgan. Ochil buva bugun chinor bilan xayrlashmoqda. Butunlay emas albatta, vaqtincha. U safar oldidan har gal shunday qiladi. Tirik odam bilan xayrlashganday uzoq tikilib, pichirlashib xayrlashadi. Hali oppoq tong nur uyg'otgan qushcha tovushining ilk kumush halqachalari osmonga o'rlab ketdi. Nim shabadada yashil bulutning har joyi sovunday ko'pirib, azim chinorning sirli bag'ridan chiqib kelgan sokin va qudratli shovullash olamni tutdi. Quloq solmaganga bu tovush eshitilmaydi ham, lekin Ochil buva uchun hozir tong ham go'yo mana shu shovullashdan iborat edi. U guzardagi katta oq tosh supada tikka turibdi. Ana shu tog' qishlog'ida bunday qoyatosh serob, ular yo'lkalarda zinapoya, ariqlarda ko'prik, chashmalarda bosma, choyxonalarda supa vazifasini o'taydi. Chinor ham ana shunday qoyatoshdan o'sib chiqqan-u, lekin uning tomirlari tosh ostidagi ona tuproq bag'rida Chinor tog'ining ildizlari bilan tutashib ketgan deyishadi. Hali oppoq tong, guzarda ham, qishloq ko'chalarida ham bir kimsa yo'q. Faqat Ochil buva bilan Chinor yuzma-yuz turishibdi. Ochil buvaga u doim tirikday, qadrdon suhbatdoshday tuyuladi. Dono suhbatdosh. Yoshi allaqachon mingdan oshib ketgan, 1000 yil. Uning navnihol paytini ko'z oldiga keltirib bo'lmaydi. U vaqtlar, yil sanog'i faqat 3 ta raqam bilan ifodalangan bo'lsa kerak. 1000 yil. Har bahorda yangi libos, yangi hayot. Uning 19 qulochli g'o'dir tanasi o'zining minglab qatlamlari bilan go'yo hayotning manguligini tasdiqlab turadi. Son sanoqsiz panja barglari ham betinim qimirlab, nurli havodan rizqini terib olayotganday. Yuksaklikka intilgan. Ochil buva uni doim yosh ko'radi. Mana hozir ham oppoq tongda navqiron gurkirab, butun vujudidan sarin yoshlik barq urib turibdi. Tarvaqaylab o'sgan silliq, yashil butoqlaridan ko'z o'rmalab tepaga chiqqan sara tanasi sutday oqarib boradi. Guzar ustiga og'ib turgan 7-butog'i hali juda yosh. Borgan bo'lsa 500-600 yashardir. Uning tanasi qiz siynasiday oppoq sof. U Ochil buvaning yigitlik chog'ida ham xuddi shunday edi. O'shanda ham uning ko'ngliga shu qiyos kelgan. Chinorga tikilib Ochil buva butun umrini eslaydi. Unga qarab tursa, ko'z oldiga dengizday bir cheksizlik, yam-yashil cheksizlik ko'rinadi. Umri cheksizday tuyuladi. Go'yo o'zi ham 1000 yillardan beri yashayotgandek-u, yana 1000 yillar umr ko'radigandek. Shunda u chor atrofga, butun tabiatga xuddi xo'jayinday nazar tashlaydi. Tog'lar orqasidagi qora bulutlar uzoqda yilt-yilt etgan chaqmoqlar bilan senlab gaplashadi. Qo'y endi, tongni qiynama, tong otib olsin. Uzoq tikiladi buva chinorga. Uzoq suhbat qiladi, xayrlashadi. Oxiri ko'ksida soqoli sal titrab, tovushsiz, ko'z yoshsiz yig'lab yuboradi. Yo'q, u qattiq g'ussa chekayotgani yo'q. Chamasi yig'lagan ham uning o'zi emas, go'yo boshqa birov.